Shokoladli sufleni anchadan beri tayyorlamoqchi bo'lib yurgandim. Desertning mazaliligini bilardim, lekin bu darajada yengilligini va ozda erib ketishini kutmagandim. Bu dunyoda bunaqa desertlar bor ekan, hech qanaqa diyeta ishlamaydi. Sufle ikkita qismdan iborat. Birinchi qismini tayyorlash uchun tovaga shakar bilan sut qo'shib qaynatamiz. Alohida idishda sariyog', tuz va unni aralashtirib, qaynagan sutga qo'shamiz va benchik yordamida yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan zavarnoy xamiriga birinchi mayda to'g'ralgan qora shokolad, keyin tuxum sarig'ini qo'shib aralashtiramiz. Men 74% qora shokoladdan foydalanaman. Desertning birinchi qismi tayyor, endi ikkinchi qismi, ya'ni merenga tayyorlashni boshlaymiz. Tuxumni oqi bilan shakarni mikserda ko'pirtiramiz. Bu ishda menga har doimgidek Hoffman planetary mikser yordam berdi. Kichkina maslahat: merenga sifatli chiqishi uchun tuxum xona haroratida bo'lishi va mikserni o'rtacha tezligida ko'pirtilishi kerak. Shunda shakar yaxshi eriydi va merenga mustahkam chiqadi. Tayyor bo'lgan merengani 3 ta qismga bo'lib, shokoladli massaga qo'shamiz va ehtiyotkorlik bilan aralashtiramiz. Sufle xamiri tayyor, uni sariyog' surilgan va shakar sepilgan qoliplarga siqib chiqamiz va ustini paletka yordamida tekislaymiz. Sariyog'ni qoliplarga kistichkada pastdan tepaga qilib suramiz. Bu juda muhim. Sufleni pechkada 160 gradusda 14 daqiqa pishiramiz va issiq holda tortamiz. Sufle vazdushniy bo'lgani hisobiga usti ko'tarilib pishadi. Uni teksturasini qanchalik yengilligini videoda o'zingiz ko'rib turibsizlar. To'liq retseptni har doimgidek opisiyaniyada qoldiraman. Shirinlik haqida fikringizni izohlarda kutaman. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sevdim boru.